Moy chechak laqabli Travers diskani bizga olib kelishgan do'stlar. Bugun shuni nasib etib ko'rsatamiz. Diskamizning ichkari tomonda o'zining qiyshig'i bor. Tashqari tomonda ham vasmirkasi bor. Shu diskamizni millimetrgacha tuzatmasak bo'lmaydi. Negaki millimetrgacha rovni bo'lmasa agar tashqarisidagi shlipovkasini chiqarib bo'lmaydi. Shuni ishini o'zi nasib etsa boshlaymiz. Diskamizda mana bu yoqlari yorilgan. O'zi avval svarkali ishlarni qilamiz, keyin qiyshiqlarni to'g'rilaymiz. Svarkalarimizni akkuratni qilib oldik. Ana endi ko'tarib bo'shasak ham bo'ladi. Buni ko'tarib joyga keltirish ham nozik ishlardan biri. Masalan, yangi prezident saylansa qana she'rlar yozib ko'tarib qilishadi uni. Bu yoqda ham xuddi shunday. Mana bu yoqlarga paxtalar qo'yib, tepasidan ushlab, pastdan ushlab, buni chiroyli o'zini shakliga keltiramiz nasib bo'lsa. Endi mana shu nozik tomonni bo'shasak ham bo'ladi. Eng nozik ishlarni qilib oldik. Ana endi mana svarkalarni tekislab, aylantirib ham ko'rsataman. Mana bu kuygan kraskalarni qayta o'zlari qiladilar. Bunisi o'sha qiyin ish emas. Moy chechak laqabli diskamiz o'z holiga keldi. Mehnatimizni o'zlari juda baholab qo'yasizlar. Vasmirkasi ham tuzaldi. Aylanishlari ham chiroyli holga keldi. Endi buni oldinga qo'ysa ham bo'ladi, orqaga qo'ysa ham bo'ladi, uyga olib qo'ysa ham bo'ladi. Like bosganlarga bitta mana shu Travers mashinasi nasib qilsin.